Ayni keldi, sizlar bilan biroz boshqacharoq strukturani ko'rib chiqamiz. Mana misol uchun o'tgan safar biza shu ko'rinishda run qildik har bitta imejlarimizni. Lekin har doim ham shunaqa run qilamizmi va mana bu komadani qanaqa eslab qolaman va qayerqa saqlayman deydigan bo'lsanglar, yo'q, albatta bunaqa qilmaymiz. Chunki tasavvur qilinglar, ertaga agar sizlarda front-end, Redis, misol uchun Kafka yoki boshqa juda ham ko'plab servislar qo'shilib ketib qolsa-chi degan savol. Hozirchalik faqat Postgresni o'zini qo'shdik. Keyinchalik boshqa servislar qo'shilsa-chi degan savol bor. Har bittasini komandalarni yodlab yurishim kerakmi yoki bularni birin-ketin o'sha eslab qolishim kerakmi deydigan bo'lsangiz, yo'q, hozir sal boshqacha struktura qilamiz. Ya'ni men bitta YAML fayl ochib olaman, uni docker compose deb nomlayman. Docker compose nuqta YAML. Xo'p, docker compose nuqta YAML. Xo'p, bu nima uchun xizmat qiladi menga? Ya'ni men boyagi konfiguratsiyalarni bir marta yozib qo'yish orqali buni har safar ishga tushirib, bemalol shu yerdan instancelarni run qilib olaman. Ya'ni imagelarni run qila olaman. Kelinlar qanaqa qilib yozishni ko'rib chiqamiz. Birinchi navbatda bizga kerak bo'ladigan narsa servislar, ya'ni o'sha imagelarni run qiladigan bitta konteynerlar kerak. Uni services, ya'ni services tagi bilan belgilab olamiz Dockerda. Xo'p, servislar. Ana endi bu yerga o'zingizlar xohlagan hamma servislarning nomini yozasizlar. Misol uchun aytaylik, sizlarga database kerak, to'g'rimi? Qanaqadir database service istalgan nom bilan berishingiz mumkin. Ya'ni YAML strukturasini manimcha hamma deyarli tushunadi. O'shaning uchun men hozir YAMLni qaytadan tushuntirib ketmoqchi emasman. Aynan servicesni ichida xohlagancha klass. Misol uchun aytaylik, mening proyektim. Ya'ni buni nimaga bunaqa yozyapman? Istalgan nom bilan yozishingiz mumkin degan ma'noda yozyapman. Ya'ni qanaqadir Redis cache, ya'ni Redis cache uchun, ya'ni istalgancha proyekti nomini, ya'ni bu ikkinchi keladigan nom optional, xohlagan nominglarni qo'yasizlar. Keyin men bir chekkadan yozaman, ya'ni tartib bilan database service. Xo'p, database servisim yoki qisqacha qilib mana shu narsani nima qilib qo'ysak bo'ladi? DB deb yozib qo'ysam bo'ladi. Xo'p, DB databaseda ana endi ichidagi ma'lumotlar, endi struktura muhim, ya'ni birinchi navbatda image. Databasening imajiga qaysini foydalanamiz? Postgres 16 Alpine. Esingizda bo'lsa, 16 Alpine men allaqachon kompyuterimga o'rnatib qo'ygan edim. Hozir agar xohlasanglar latest deb yozib qo'yadigan bo'lsa, har safar Postgresning eng oxirgi versiyasini olib keladi. Agar o'zingizda bo'lsa, o'shani ishlatadi. Agar o'zingizda bo'lmasa, eng oxirgi versiyani pull qilib olib kelib, avtomatik u narsani ishlatishga tushadi. Lekin hozir menda faqatgina 16 ni Alpine image turgani uchun mana shuni o'zidan foydalanib ketaman. Ya'ni bu hech qanaqa hozir boshqa versiyani ishlatishimizga hojat yo'q. Hozir aktualimiz 18 u nechiyamida oxirgisi adashmasam, xohlasanglar o'shani ishlatinglar. Endi men anchadan beri shunga bitimizni ishlatganim uchun shu qolib ketganmanda keshimda. Xo'p, keyingisi konteynerni name'ini berardik esinglarda bo'lsa, ya'ni bit networkda bo'lgan paytda o'sha boshqa konteynerlarni o'sha orqali chaqirish uchun konteyner name berib qo'yishimiz kerak edi. Container, mana container name, db container, db container deb nomladim. Keyingi berishim kerak bo'lgan narsa environment, ya'ni environment variablelari, ya'ni esinglarda bo'lsa -a bilan biza parol, username'larni bergan edik. O'sha narsalar aynan environment hisoblanadi. Endi environmentga biza nimani bergan edik? Esinglarda bo'lsa, mana bu parametrlarni bergan edik. Qani edi databaseniki? Mana shu parametrlarni bergan edik. Hozir shularni shunchaki kopiya qilib olaman. Qaytadan yozib o'tiring payment, ya'ni Postgres password, Postgres user, Postgres db shularni shunchaki qo'yib qo'yamiz. Ya'ni mana bu -a kerak emas va bu YAML struktura bo'lgani uchun ya'ni shu orqali environment variablelarni demak set qilib qo'ysak bo'lar ekan. Ana endi keyingi qilishimiz kerak bo'lgan narsa, bunga men nima qo'shishim kerak edi? Volume qo'shishim kerak edi. Esinglarda bo'lsa, volume, ya'ni databasedagi ma'lumotlarni doimiy saqlanib turishi uchun volume degan tushunchadan foydalangan edik. Endi savol, men qaysi volumeni qo'yaman? Ya'ni o'tgan darsda esinglarda bo'lsa, biz volume ochgan edik, demo vol degan. Endi men uni ishlatmay qo'ya qolaylik, kelinglar. Mana shu tozda yangi bitta volume ochamiz. Ya'ni volume ochish uchun menga shunchaki kerak bo'ladi o'sha volume kalit so'zi yordamida, volumes aniqrog'i,
Istalgan bitta volyumni ochamiz. Misol uchun aytaylik, nima deb nomlasak bo'ladi? pg data, pg data bo'ldi. Mana shu volyum ochiladi avtomatik tarzda. Endi pg data, aynan shu pg data esingizda bo'lsa qaysi yo'nalishga borgan edi bizada? Var, lib, postgresql hamda dataga borish kerak edi. Var, lib, postgresql, data. Aynan konteynerni ichidagi mana shu packageni menga mana bu volyumga mapping qilib berish kerak edi. Shuni bir marta set qilib qo'ydik. Bo'ldi. Keyingi qilishimiz kerak bo'ladigan ish portlar. Ports. Xo'p, elektr 35 misol uchun mani kompyuterimda konteynerda, ichki konteynerda elektr 32 port bilan run bo'lsin va buni portlarni string ko'rinishda shunaqa tarzda berib qo'yamiz. Bo'ldi. Ana endi keyingi yozishim kerak bo'lgan servisim bu backend hisoblanadi. Xo'p, aytaylik, backendni men nima deb beraman? App degan servis. Ya'ni bu nom esingizda bo'lsa ixtiyoriy deb bergan edim. Xohlagan nom bilan berishlari mumkin. Endi uni image, biz o'tgan safar uni nima deb nomlagan edik? Imageni app demo 002 deb nomlagan edik. Mana shu imageni run qilasan deb aytamiz. Ana endi container name'ni beramiz. Container name app container. Misol uchun app container. Xo'p, konteynerdan keyingi yana berishim kerak bo'lgan asosiy narsa bu o'sha qaysi databasedan foydalanish kerak. Ya'ni mana bu DB dan foydalanish kerak va o'shani parametrlarni men ichkarida set qilgan edim. Esingizda bo'lsa, o'tgan safar mana bu qani image degan profilni ichida mana shu berib qo'ygandim. MyDB, driver, user hamda parollarni berib qo'ygandim. Endi yana bitta holat bo'lib qolishi mumkin. Agar men bu yoqda mana buni o'zgartirib qo'ygan bo'lsam-chi, misol uchun root 321 bo'lib qolgan bo'lsa yoki my user emasda shu app user bo'lib qolgan bo'lsa-chi, men imageni build qilganda allaqachon buni mana bu parametrlar bilan build qilganman, lekin sizlar qaytadan imageni run qilayotgan paytda konteynerda run qilishdan oldin yana bir marta o'sha parametrlarni bemalol o'zgartirishlari mumkin. Ya'ni environment orqali shunchaki spring data source misol uchun URL, data source URLini endi biz berib qo'yishimiz mumkin. O'sha GDBC, PostgreSQL. Endi konteyner nomidan foydalanamiz. DB container. Kelinglar, database nomini ham appdb ga o'zgartiramiz. DB container, appdb database'iga bog'lanasan deb aytib, xuddi shunaqa qilib parametrlarni ham o'zgartirib qo'ysak bo'ladi. Ya'ni imageni run qilayotgan paytda Spring Boot applicationimizning parametrlarini bemalol o'zgartirib bera oladi. Xo'p, keyingi o'zgartirishimiz kerak bo'lgan parametr bu password root 321 hamda keyingi o'zgartirishimiz kerak bo'lgani xo'p username app user. Demak, xuddi shu ko'rinishda istalgan parametrni o'zgartirishinglar mumkin. Aynan faqat database'nikini emas, proyektni istalgan parametrini o'zgartirishinglar mumkin. Va qaranglar, bu yerda biz backendni app servisimizning ichida DB konteynerga muhtojligimiz bo'ldi. Shuning uchun agar boshqa konteynerni chaqirayotgan bo'lsa, u qaysinga dependligini biz belgilab qo'yishimiz kerak edi. Ya'ni depends on degan struktura bor. Ya'ni depends on degani boshqa qaysidir konteynerga, boshqa qaysidir servisga muhtoj bo'lsa, o'shani ko'rsatib o'tishinglar kerak. Ya'ni bizning keysda DB degan servisga muhtoj edik. O'shaning uchun bu mana bu servisga muhtoj. Ya'ni bu yonishi uchun mana bu narsa o'sha ishga tushgan bo'lishi kerak degan ma'noda o'sha depends on ga bu narsani qo'shib qo'yamiz. Xo'p, demak basic holatda hammasini berib o'tdik. Menimcha bitta portimiz qoldi shekil. Kelib o'sha portni ham berib qo'yaylik. Ports, demak string deb beramizdik. 8080. Sorry. 8080. Xo'p.
Kelinglar mana shuni 80-82 qilib qo'yamiz. Xo'p, endi bo'ldi va esinglarda bo'lsa, o'tgan safar mana bu konteyner nomini orqali bunga murojaat qilish uchun bizga nima kerak bo'lganda, network kerak bo'lgan edi. Aynan o'sha networkni ham ochib qo'yaman. Xo'p, networks. Network, misol uchun aytaylik, o'tgan safargi networkimizning nomi nima edi? Network demonet ekan. Endi buni demonet emas, app net deb nomlayman. App net deb nomlab qo'ydik. Endi buni bitta ishga tushirib, hozir sizlar bilan birgalikda ko'ramiz. Yana bitta kamchiligimiz. Xo'p, networks app net. App net bunga ham qo'shib qo'yamiz bo'ldi. Xo'p, demak, strukturamiz ishlashga tayyor. Ana endi sizlar bilan buni bir marta test qilib ishlatib ko'rib olamiz. Xo'p, demak, Docker demoni ichida turibman. Mana shunchaki Docker compose app komandasi yordamida ko'rishingiz mumkin. Hamma instanslarni ko'tardi. Faqat detach modni qo'yishingiz bilan chiqyapti. Shunchaki Docker compose app -d deydigan bo'lsanglar, mana bu runtime'ni ko'rsatmaydi. Ko'rib turganlaringdek mana DB konteynerni ko'tardi, database ishga tushdi. Bu yerda Spring ishga tushdi. Bo'ldi, boshqa narsamiz yo'q edi. Ana endi shunchaki sizlar bilan test qilib ko'rish uchun localhost 8080 ga murojaat qilib ko'ramiz. Yo'q, 80-82 qilgan edik. Shuni 80-82 qilib ko'rib chiqamiz. Ko'rib turganlaringdek mana API products hammasi turibdi. Kelar bitta product qo'shib ko'ramiz. 10 mana product qo'shildi. Ko'rib turganlaringdek mana product keldi. Ana endi men buni shunchaki o'chiraman. Ctrl C, Docker compose down. Agar Docker compose down qiladigan bo'lsanglar, ko'rib turganlaringdek imejlaringlarni to'laqonli remove qilib tashlaydi mana. Konteynerni aniqroq image turadi. Konteynerlarni mana esinglarda bo'lsa, Docker konteyner prune qilib o'zimiz bittadan o'chirib chiqishimiz kerak edi. Shunchaki Docker compose down orqali o'zi hammasini stop qilib, prune qilib o'chirib yuboradi konteynerlar ro'yxatidan. Docker ps deydigan bo'lsanglar hech narsa yo'q. Docker ps -a. Demak, ko'rib turganlaringdek o'tgan darsdagi appcon bilan dbcon qolib ketgan, lekin hozirgi mana bu konteynerlarni o'chirib tashlagan. Docker compose app detach modda ko'taradigan bo'lsak, mana Docker ps ko'rib turganlaringdek app konteyner bilan db konteynerni ishga tushirib berdi. Men shunchaki mana bu komandani yozdim xolos. Boshqa hech narsa qilganim yo'q. Xo'p. Endi yana bir marta refresh qiladigan bo'lsam, mana proyekt allaqachon ishlab turibdi va men buni bir marta ma'lumotlarni olib keladigan bo'lsam, ko'rib turganlaringdek boya qo'shgan ma'lumotim turibdi. Yana bir marta ma'lumot qo'shib ko'ramiz. Xo'p. Demak, Apple Tech 1299. Xo'p. Qo'shamiz va ko'rib turganlaringdek Apple mahsuloti ham qo'shildi va bir marta ishlatib ko'radigan bo'lsa, mana ikkita mahsulotim bor. Birinchisi oddiy string test template qolib ketgan edi, ikkinchisi mana Tech Apple. Xo'p, endi Docker compose down qiladigan bo'lsanglar, hozir gaplashdik sizlar bilan. Birinchidan mana bu app konteynerni db konteynerini o'chiradi. Undan oldin kelinglar ps -a mana. Ko'rib turganlaringdek общий konteynerlarimiz soni 4 ta. Xo'p, Docker compose down qiladigan bo'lsam, mana ko'rib turganlaringdek ikkala konteynerni ham va networkni ham o'chirib tashladi. Xo'p, endi Docker ps mana Docker ps mana yo'q. Prune ham qilib tashlagan, o'zimizni o'sha compose faylini ichidagini va sayt ham hozir ishlamayapti. Ana endi yana qaytadan app qilib boshqa bitta narsani ko'rib chiqamiz. Docker compose app -detach modda. Xo'p, demak konteynerlarni ishlatdi va qaytib ko'ramiz. Ishga tushib oladi hozir. Xo'p, demak muvaffaqiyatli ishga tushdi. Ana endi kelinglar, shunchaki produktlarni get qilib
ma'lumotlarni olishga harakat qilamiz. Agar get qiladigan bo'lsam, ko'rib turganlaridek, menda boyagi Apple bilan boyagi string qoldi. Nima uchun bizda konteynerlar o'chib ketib, qaytadan run bo'ldi-ku deydigan bo'lsanglar, qaranglar. Remove qilganda nimalarni remove qildi? Konteynerni hamda networkni remove qildi. Lekin bizada ma'lumotlar nima orqali bog'langan edi? Volume orqali bog'langan edi. Aynan o'sha volume orqali bog'langani uchun volumeni o'chirmadi va application o'chirgan paytimizda volume saqlanib qoldi. Yana qaytadan konteynerlarni run qilgan paytimda, start qilgan paytimda eski volumega bog'landi va datalarni olib qoldi. Ana endi men o'sha volumeni ham saqlanib qolmasligini xohlasamchi, xo'p, docker container down minus volume. Minus v qiladigan bo'lsanglar, bu volumeni ham qo'shib o'chirib tashlagan degan narsani beradi. Docker compose down minus v. Docker compose down minus v. Ana endi qaraydigan bo'lsanglar, konteynerni ikkala konteyner ham volumedan keyin networkdan oldin volumeni ham o'chirib tashlaganini ko'rishlar mumkin. Ana endi qaytadan up qiladigan bo'lsam, bu holatda sizlar endi eski ma'lumotlarni qaytarib ola olmaysizlar. Hozir backend yonishga ulgursam, yonishga ulgurganidan keyin ko'rib chiqamiz, bo'sh list qaytganini ko'rishlar mumkin. Shu bilan mana Docker Compose'ni qanaqa qilib run qilish hamda o'chirishni o'rganib oldinglar. Ko'rgan bo'lsanglar, mana oddiy down qilgan paytinglarda volumeni saqlab qoladi. Tepada ko'ramiz bu narsani. Mana Docker Compose down. Volume saqlanib qolgan, faqatgina networkni o'chiribdi. Mana ko'rib turganlaridek, nima degan? Network Docker qaranglar. Yana bitta chalkashmovchilik bo'lishi mumkin hozir. Sizlarga o'sha narsani Docker Compose up qilib ko'rsatib beraman. Docker Compose'ni up qildik. Xo'p, kelinglar, shuni detach modda qilaylik. Detach Xo'p. Docker volume ls. Qaraydigan bo'lsanglar, volumelarning ichida bizda nima degan volume paydo bo'lgan bo'lishi kerak edi? pg data degan volume paydo bo'lgan bo'lishi kerak edi. pg data bormi? Yo'q. pg data negadir yo'q. Lekin mana bu yerda qaraydigan bo'lsanglar, docker demo pg data degan volume bor. Networkdachi? Docker network ls. Mana ko'rib turganlaridek, networkda men aytdim, appnet berdim, lekin appnet yo'q bu yerda. Nimaga? Docker demo appnet. Ya'ni nom mana bu nomni oldiga prefix qo'shadi. Ya'ni o'sha docker demo, ya'ni proyekt nomini anaqasini base packagedan yoki shunga o'xshash default nom qo'shib yuboradi. Agar sizlar o'sha nomini o'zgartirmasligini xohlasanglar, shunchaki name ga alohida mana shu pg dataligicha saqlanib qolsin deb name berib qo'yishlar kerak. Ikkalovida ham mana app net bo'lib saqlanib qolsin. Shunda bizga keyingi safar Docker demo app.net emas, shunchaki app.net degan networkni ochib beradi. Hozir birgalikda Docker compose down minus volume o'chirib tashlagan deymiz. Mana app.net topa olmadim deyapti, chunki o'tgan safar ochgan paytida bu allaqachon Docker demo pg data hamda Docker demo app.net deb yozib qo'ygan edi. Xo'p, Docker compose app minus detach mode. Ayni qaraydigan bo'lsanglar, create qilgan paytda app.net hamda pg data deb o'zini create qildi. O'tgan safar qanaqa create qilgan edi? O'tgan safar run qilgan paytimizda mana Docker demoni oldidan qo'shib qo'ygan edi. Chunki biz shunchaki mana bu name'larni o'zini qoldirib ketgan edik. Specific name berib qo'ymaganimiz uchun bu dynamic name bo'lib qoldi va oldidan prefix sifatida o'sha Docker demo degan proyekt anaqasini bizga qo'shib berdi. Ya'ni base package nomini qo'shib berdi. Agar o'sha ism bilan o'sha name bilan statik qolishni xohlasanglar, shunchaki name parametrini o'zini berib qo'yishlar kifoya bo'ladi. Shu bilan sizlar bilan hozir Docker Compose ni qanaqa ishlashini va bir marta yozib, uni xohlagancha ishlashini ko'rib chiqdik. Bu Docker Compose aynan mana bu proyektimning ichida bo'lishi shart emas. Sizlar shunchaki mana shu Docker Compose ni o'zini copy qilib, Docker Compose turgan joyda terminalni ochib, Docker Compose up qilish orqali butun proyektni run qilishlar mumkin. Ya'ni tepadagi proyektni Compose faylga hozir mutlaqo aloqasi yo'q. Xo'p, shuni esdan chiqarmanglar. Ya'ni Docker Compose ni o'zi bilan men kimgadir share qiladigan bo'lsam, xuddi shu Docker Compose bilan xohlagan
papkani ichida app qiladigan bo'lsanglar, Docker Compose app qiladigan bo'lsanglar, xuddi shu setup sizlarni qurilmalarda ishlashni boshlaydi. E'tiborli uchun rahmat. Xayr, salomat bo'linglar.